Şu Tayvan yukarıda söylep ötken bu şirket Tayvan'danki. Hem de Xitay'nınki bir yer xaris qilib turayotganligi hammamizga ma'lum bir masala. Özünü şu şirketning kuchiga ishinib şu özek masalasida şu silikon qalqan bo'ldi. Chunki Xitoymi bu yerdagi ishlab chiqarilgan nurg'un narsaga ehtiyoj bo'lganligi uchun silikon qalqan deb atayotganligi hammamizga ma'lum endi. Hem sizce buningki agarda Tayvanni xotirjam qo'lga kirgizib olsa Xitoy bugun dunyodagi nurg'un narsaga texmbak hukmron bo'lgan bo'ldi-da endi. Sizce hujum qilgan shaklda Tayvanni elish ehtimolligi qancha ekan deb? Endi bu abay dedik özek texnikasi kelgan vaqtida Tayvanninki o'ynaydigan roli nihoyat cho'ng deb. Masalan, Nvidia dedik, Qualcomm dedik, Intel dedik. Masalan, nurg'un shirkatlarning o'zaklarini Tayvanda ishlab chiqarildi. Bu xalqaroga nisbatan aytganda butun yer shari xarakterli bir ojizlik bo'lgan bo'ldi Tayvan bu yerda. Hem shundaqla buning texnikasiga Xitoymi tayinadi. Mesela nurg'un kompüterlar mesela Xitoyda qurashtirilib, nima Xitoyda yasalib dunyoga taqiladi. Mesela shuningki abayda dunyoning 3dan 1 qismi kompüterningki o'zakni nima ishlab chiqardi dedik. Almaga o'xshash narsalarning kelgan vaqtida 90%ninki nimadan chiqadi degan. Endi bu materiallarninki gerçi bir qismini Xitoy o'zi ishlab chiqargan bo'lsa-mu, ya'ni ko'p qismini Tayvandan kirdi. Endi Xitoy agar bu Tayvanga hujum qilib, agar shu ta'minlash zanjirini uziladigan bo'lsa, demak o'zining putiga o'zi palta chapqa ahvol o'tirg'i chiqadi bu yerda. Ondan keyin bu butun dunyoning nimasiga bog'liq bo'lganligi uchun albatta Amerika buni nihoyat kuchli darajada qo'llab kelayotgan harbiy jihatdan qo'llab kelayotgan davlatning birisi. Hem de hazır Ukrayna'nın qo'ldan chiqib ketishiningki oldini olish uchun Yevropa bilan Amerika ne kadar mablag' sarfladi. Agar tasodifiy Tayvangacha qilib qo'yadigan bo'lsa, balki buningga qiladigan yordam uningdan balki nechasi yuqori bo'lishi mumkin. Hem onun ustiga abay degandek o'xshash Xitoy hozir ham shu bo'lib sun'iy aql sohasida dunyoning oldiga o'tmoqchi. Va yoki texnikaning taraqqiyoti texmi ko'p darajadagi shu raqamli iqtisodning taraqqiyotiga kelgan vaqtida Tayvanga tayinlagan nimasi hali eg'ir. Unda bo'lganligi uchun bu xil ahvol ostida bu nimaga Tayvanga hujum qilish ehtimolliqi balki to'g'ri bo'lishi mumkin. Xo'sh. Doktor hamda oxirida agar abay dedik masalan Xitoy balki mablag'ni mush darajada sarf agar ahli mulk huquqini ma'lum yo'llar orqali qo'lga kirgizib ajallik texnikalardan bir qanchisini qo'lga kirgizib dunyoni o'zining degan yo'linishiga ma'ndira oladigan qilsa, masalan buning bir ehtimolligi olma telefoniga o'xshash yoki muhim cho'ng shirkatlarningki mahsulotini Xitoyda sotaman desa, biz ishlab chiqargan o'zaklarni ishlab chiqarsang, biznikini bizni sotasan, buni sotmaysan desa, balkim ma'lum o'zgarishlar bo'lish ehtimolligini chetga qo'yib bo'lmaydi masalan. Ma'lum bir texnikani andas biz hamkorlashaylik deb Xitoy bilan hamkorlash qilib bo'lmaydiganligini nurg'un davlatlar hozir balkim his qilishga boshladi. Ammo ma'lum darajada hamkorlik qilish jarayonida ahli mulk huquqini asosida muhim texnikalarni qo'ldan chiqarib qo'ysa, ma'lum bir kunlar kelgan vaqtida dunyoni yana o'zining yo'linishiga ma'ndira oladigan qilsa, u chog'da balkim Tayvanniki masalasi o'ylashga tegishli masala bo'lib qolishi mumkin. Agar u xil ahvol bo'lgan vaqtida, masalan hozir 2022-yili o'zak qonuni yo'lga o'tirib qo'yilgandan keyin Arizonada masalan zavodlar qurish nimasi o'tirib chiqdi dedi qo'bay. Masalan shunday narsalarni bo'lgan siri masalan Foxconn shirkatlarining olmani ishlab chiqarishni yo'tkab Meksikaning chegarasiga kelib Trumpning vaqtida bir ishlar bo'lgan edi. Foxconn shirkatlari mutaqalli bu ishchilarni ishsiz qilib qo'ydiganga o'xshash ishlar. Masalan shunga o'xshash asta masalan yangi prezident Trump bo'lib qolsa, masalan Trump masalan bu xil sohalardagi narsalarni texnik tezlashtirib Tayvandan masalan chiqib ketish ehtimolligi bo'lgan taqdirda Tayvanninki nimasi burunqidek pek strategik bo'lmagan vaqtida balkim urushninki ehtimolligi balkim yuqoriroq bo'lishi mumkin. Ammo hozirgi sharoitning o'zida abayqa deganga o'xshash muhim texnikani o'z qo'lida tutib turganligi uchun
bu Xitoyga foydasiz bo'lganligi uchun balkim silikon qalqini hozircha ishlatilishi mumkin. Xo'sh, xo'sh.